Assalomu alaykum hammaga. Bu video darsimizda FTC integrallarni eng ko'p uchraydigan 3 ta turi haqida qisqacha gaplashamiz. Undan oldin FTC o'zi nima ekanligini bilib olamiz. FTC bu inglizchadan kirib kelgan so'z, ya'ni Fundamental Theorem of Calculus ni qisqartmasi. O'zbekchada kalkulusning asosiy teoremasi deb ataladi. Kalkulus nima degan savol berishingiz mumkin bu yerda. Kalkulus bu matematikaning bitta katta yo'nalishlaridan biri hisoblanadi va u ko'proq hosillar, integral, limit, matritsa shu kabi advanced mavzularga urg'u beradi. FTC ko'proq integrallardan hosil olish paytida ishlatiladi va bu bir nechta turlarga bo'linadi. Undan oldin bitta-ikkita misollar bilan ko'rib olamiz, qanaqa bo'ladi. Misol uchun katta fx teng mana shu integralimizga savol bo'ladi bu yerda. F ni hosilasi x ni topish kerak. Qanday bo'ladi? Hozir bu yerda quyi daraja quyi chegarasi bu yerda a, yuqori chegarasi x. Hosilasi qanday olinadi? Fx chegarasi, yuqori chegarasini bu yerga t ni o'rniga qo'yamiz. Fx ni o'zi hosil bo'ladi va x ni o'zidan bu yerga hosil olib qo'yamiz. X ni hosilasi 1, shuning uchun yozmaganman. Va bu yerda o'zgarmas sonni hosilasi 0 bo'lgani uchun bu yoqqa 0 ni yozmadim. Demak, bu eng sodda holatlardan biri. Buni yana ozgina qiyinlashtirishimiz mumkin. Misol uchun x ni o'rnida endi bironta funksiya bo'ldi deylik, jx. Jx bo'lsa qanday bo'ladi? Xo'p. Yana shu bir xil misol, faqat yuqori darajasida jx. Bitta funksiya. Endi x ni o'zgarishi qanday bo'ladi? Ya'ni katta fx ni hosilasi yuqoridagi qoida bo'yicha yana shu jx ni t ni o'rniga qo'yamiz. Jx ni olib t ni o'rniga qo'yamiz. Bu yerda f jx hosil bo'ladi va jx ni o'zidan ham hosil olib qo'yamiz. Chunki jx ham x ga bog'liq, ya'ni x ni o'zgartirganimizda jx ham o'zgaradi. Quyi chegarasi a bo'lgani uchun bu yerda o'zgarish yo'q, o'zgarish 0. Okey. Yana buni qiyinlashtirsak bo'ladi. Endi quyi chegarasida ham bironta funksiya bo'lsin. Misol uchun hx. Endi mana shu umumiy formula bo'ladi. Hx quyi, jx yuqori chegarasi. Yana savol so'raladi bu yerda. F ni hosilasi x ni topish kerak. Jx ni t ni o'rniga qo'yamiz. Jx ni t ni o'rniga qo'yamiz va jx dan hosil olamiz. Endi bu yerda quyi chegarasi ham bitta funksiya bo'lgani uchun uni ham qo'yishimiz kerak. Hx ni yana t ni o'rniga qo'yamiz. Bu yerga va hx ni o'zidan ham hosil olishimiz kerak. Bu yerda xatolik ketibdi. Hosila bo'lmasligi kerak. Hx ni o'zidan ham hosil olib ko'paytirib qo'yamiz. Oldin mana bu yerda hosila ko'rgandinglar, mana shu katta xato bo'ladi. Nimaga? Chunki bu yerda o'zgarish hx ga nisbatan bo'lyapti, ya'ni fx o'zgarmaydi. Biz faqat x ni o'zgarishiga qiziqyapmiz. F ni hosilasi x kerak. Ya'ni f dan hosil olinmaydi. Ko'pchilik mana shu yerda jx ni qo'yadi va f ni o'zidan ham hosil oladi. Ya'ni mana bu tarzda. Bu xato bo'ladi. Chunki bu yerda o'zgarish faqat x ga bog'liq ifodalarda bo'ladi. Mana shu 3 ta Fundamental Theorem of Calculus yoki kalkulusning asosiy teoremasi hisoblanadi. Bu oxirgisi umumiy ko'rinishi. Kelinglar endi shunga oid 3 ta misol ko'ramiz. Birinchi misol, sodda misol bu ham katta fx teng
bu integralimizga f ni hosilasi 0 ni topish kerak. Okay. F ni hosilasi x. Boyagi qoida bo'yicha FTC qoidasi bo'yicha t'larni o'rniga x larni qo'yamiz. X kvadrat plus 2x minus 1 va bu yerda ham x bo'ladi. Va bu yerda x ni o'zi bo'lgani uchun hosilasi 1 bu yerga yozish shart emas. Va quyi chegarasi 0 bo'lgani uchun bu yerda o'zgarish 0. Shuni o'zi bo'ladi. Demak, 0 ni qo'ysak bo'ldi. F ni hosilasi 0 teng minus 1 ko'paygan y ni 0-si. Demak, minus 1 ga teng ekan. Keyingi masalamizda quyi darajasi yana o'zgarmas son va yuqori darajasida endi x emas, x ni kvadrati bu yerda funksiya bo'lyapti. Yana bilan FTC orqali yana hosilasini olamiz. X ni t ni o'rniga qo'yaman. 1 plus x ni 4 bo'ladi. Va bu yerda x ni kvadratidan ham hosil olishni unutmasligimiz kerak. Chunki bu bitta funksiya, buni x ni o'zgartirsak, x kvadrat ham o'zgaradi. Va bu yerga x kvadratning hosilasi yoki 2x ni yozishimiz mumkin. Bu yerdan x ni hosilasi 1, 2, ilzosti 2 ligi kelib chiqadi. Uchinchi masalamiz FTC'ga. Endi bu yerda quyi va yuqori darajalari ikkalasi ham bitta x ga bog'liq funksiya bo'lyapti va f ni hosilasiga birni qo'yilganini topish kerak. FTC orqali yana bitta hosil olamiz. y2x ni t ni o'rniga qo'yaman va x kubni bu yerga qo'yib ayirib qo'yishim kerak va hosilasini unutmasligimiz kerak. ln y ni 2x qo'ygan y ni 2x dan hosil olamiz. 2 y 2x bo'ladi minus x kubni ham qo'yamiz va x kubni o'zidan hosil olamiz. Mana shu hosilasi bo'ladi. Endi x ni o'rniga 1 ni qo'yamiz. ln y square minus 3 ko'paygan ln 1. Buni soddalashtirsak bu 1 ni beradi, bu 0 bo'lib ketadi. Demak, 4 ta y ni kvadrati qolar ekan. FTC o'zi nima ekanligini ham bilib oldik. Endi uning 3 ta turi haqida gaplashsak ham bo'ladi. Birinchi turi qanday bo'ladi? Birinchi turi odatda integralning chegaralari o'zgarmas sonlar bo'ladi. Mana bu misol kabi chegaralari 0 va 1 o'zgarmas sonlar. Buni yechish metodikasi shu. O'zgarmas integralimizni, ya'ni aniq integralimizni qanaqadir son bilan belgilay olamiz, chunki buni hisoblaganimizdan so'ng aniq bitta son chiqadi. Demak, fx ni qaytadan yozib olaman. Plus 2x minus c bo'ladi va c ni ham yozib olamiz. C bu integralimizga teng. dt. Bu yerdan bitta narsani sezishimiz mumkin. Fx ni ko'rinishini bilamiz. Demak, bu yerga qo'ysak bo'ladi. C teng 0,1 fx ni o'rniga mana buni qo'yaman. Faqat x ni o'rniga t ni qo'yishimiz kerak. 3t kvadrat plus 2t dt. Shu yerdan c ni qiymatini topsak bo'ladi. Integralni hisoblaymiz. T kub t kvadrat t 0,1 c teng 2 minus c. Bu yerdan c ni qiymati
1 kelib chiqadi. Demak, fx teng 3x kvadrat plus 2x minus 1 ga f1 ni qiymati 4 ga teng ekan. FTC birinchi turga yana bitta misol ko'ramiz. Bunda ham integralni chegaralari o'zgarmas sonlar bo'lyapti. Demak, integralni qiymati bitta o'zgarmas son chiqadi. Misol uchun c deb belgilab olamiz. Fx teng 3x kvadrat 2x plus c bo'ladi va integralimizni ham yozib olamiz. C teng √1 t dt bo'ladi. E'tibor bersanglar, bizda fx bor, demak hosilasini topsak bo'ladi. F ni hosilasini yozib olaman. 6x plus 2 bo'ladi. Endi shuni integralimizga qo'ysak bo'ladi. Mana bu ifodani bu yerga. Faqat undan oldin x ni t bilan almashtira olamiz. Okay, c teng √1 t ko'paygan mana shu ifoda. Integralni hisoblaymiz. 6t kvadratdan integral olsak 3 2 2t kub plus t kvadrat bo'ladi. 0 1 ni qo'yamiz. 0 da 0. Demak, c teng 3 ga chiqarkan. fx demak 3x kvadrat 2x plus c. f1 ni qiymati so'ralgan. f1 teng 8. FTC integrallarning ikkinchi turi. Bu qanaqa tur bo'ladi? Endi bu integrallarda oraliqlari o'zgarmas sonlar emas, qandaydir function bo'ladi. Misol uchun x bo'lishi mumkin. Va integrallanuvchi funksiyaning ichida hech qanday x ga bog'liqlik ifoda yo'q, faqat t ga bog'liqlik ko'ryapmiz. Demak, ikkinchi tur bilan birinchi turning farqi shu chegaralari o'zgaruvchi son bo'ladi bu yerda. Birinchi turda o'zgarmas son bo'ladi. Bunday misollarni odatda hosila olib ishlanamiz, chunki FTC yordamida biz bilamiz integralni hosilasini. F4 ni qiymati so'ralgan, demak, undan oldin f ni topib olishim kerak. Ikkala tarafdan hosila olamiz FTC orqali. Buni hosilasi x ni o'rniga qo'yamiz va x dan hosil olishimiz kerak. F x kvadrat ko'paygan x ni hosilasi 1 yozish shart emas. Va bu tarafdan ham hosil olamiz. Ko'paytmani hosilasi 2x kvadrat plus 1 x ko'paygan 1 taqsim 2x kvadrat plus 1 va ildizni ichidan ham hosil olishimiz kerak. 4x. Okay. F4 ni qiymati so'ralgan. Bizda x kvadrat bor, demak x ni o'rniga 2 qo'ysam F4 kelib chiqadi. Ildiz ichidan 3 chiqadi va bu yerda 2 qo'yadigan bo'lsa, mana bu yerda 2 tashlab ketibman, chunki 1 taqsim 2 ildizdan ham olinadi. 2 lar qisqarib 8 taqsim 3, demak 17 taqsim 3 bo'ladi. Ikkinchi tur FTC integralga yana bitta misol ko'ramiz. E'tibor bersangiz, integralni chegarasi bittasi o'zgaruvchi son, o'zgarmas son emas. Buni endi constant deb yoki o'zgaruvmas son deb belgilash xato bo'ladi. Yana bitta birinchi yo'limiz bunga qanday bo'ladi? FTC orqali hosil olamiz ikkala tarafdan. Chunki bizga integral kerak emas bu yerda. Hosil olganimizdan keyin faqat f ga bog'liq ifoda qoladi. Hosilasi. Buni hosilasi f dan hosilasi x 3x kvadrat
buni hosilasi FCC orqali bilamiz. X ni bu yerga qo'yamiz va X dan hosil olamiz. Demak, minus 2f hosila X ni o'zi qoladi. Mana endi hammasi f ga bog'liq ifoda. F ning hosilasi ikkalasi soddalashtiramiz. 3f ning hosilasi x teng 3x kvadrat. Bu yerdan f ning hosilasi x kvadrat. Bundan bitta boshlang'ich oladigan bo'lsak, fx ni topishimiz mumkin. Taqsim 3x kub plus c. Endi bu yerda bitta savol tug'iladi. C ni qiymatini qanday topsak bo'ladi? Doim shu muammo bo'lib kelgan. Mana fx ni topdik. Hozir f3 ni qiymatini topamiz, chunki c ni qiymati noma'lum. Ikkinchi tur FTC integrallarining bir tarafi, yaxshi tarafi shuki, mana bu yerga qiymat qo'yib, integralimizga bitta f ni qiymatini topib olishimiz mumkin. Buning uchun mana bu oraliqqa quyi chegarasiga e'tibor bersak 0. Agar yuqori chegarasi ham 0 bo'lsa, bu integralimiz 0 bo'lib ketadi va bitta f ni qiymati kelib chiqadi. Demak, x ni o'rniga 0 qo'ysam, f0 teng 0 plus 3 chiqadi va integral 0 bizga bu yer muhim emas, chunki chegarasi 0 bo'lgandan keyin integral qiymati ham 0 chiqadi. Demak, f0 3 egarligiga kelib chiqadi. Agar mana bu yerda 1 bo'lganda x ni o'rniga 1 qo'yardik va yana 0 bo'lib ketardi. Demak, f0 ni qiymati 3 ga teng. Bu yerga qo'yamiz. C teng demak 3 fx 1/3 x kub plus 3 ekan. Demak, f3 ni qiymati 12 ga teng ekan. Hop, bunga ikkinchi yo'l ham qo'llasak bo'ladi. Qanaqa bo'ladi ikkinchi yo'l? Hosil olish shart emas, chunki aynan shu misolda hosil olish shart emas. Sababi bu yerda f ning hosilasi t bor. Faqat t ga bog'langan ifoda va biz t bo'yicha integral olishimiz kerak. Hosilani boshlang'ichi yana o'ziga qaytib qoladi. Shuning uchun shart emas. Agar mana bu yerda hosila bo'lmaganda faqat birinchi yo'l bilan ishlasak bo'lardi. Bu yerda hosila bo'lgani uchun integralni hisoblab ketsak bo'ladi. Fx plus 3 minus 2. Bu yerda nima qoladi? F ning hosilasi t 0, x ni qo'ysak bo'ldi. Hisoblab qo'yamiz. X kub plus 3 minus 2 fx plus 2 f 0 bo'ladi. Hop. Biz f0 ni qiymatini yuqorida topdik. Yana xuddi shu usul bilan x ni o'rniga 0 qo'yamiz. f0 ni qiymati 3 kelib chiqadi. Bu yerda f0 ni qiymati 3 ga teng. Soddalashtirib olamiz, chunki bu yerda fx bor, bu yerda 2 ta fx, 3 ta fx bo'ladi. Nima qoldi? X kub plus 3 va plus mana bu ikkalasi ko'paytirilsa 6 bo'ladi. Demak, x kub plus 9, ikkala tarafni 3 ga bo'lib olaman. 1/3 x kub plus 3 va ko'rib turganlaringlardek bir xil javob chiqdi. Demak, f3 bunda ham 12 ga teng ekan.